Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Barselona haqida, uning uzoq o'tmishi va yaqin tarixi haqida imkon qadar eslatgan bo'ldik. Endi buguni haqida gapiramiz. Buguni deganimizda asosan bir yigit ko'z o'ngimizda gavdalanaveradi. Kimligini bildingiz albatta. Lionel Messi. 2018-yilgi Messi 2000-yili Argentinadan Kataloniya tomon samolyotda ketayotgan bolakay Leoga maktub yozganda qanday yozardi? Keling, kelajakdan maktub ruknida bir tasavvur qilib ko'raylik. Leo, men seni shunday atayman. Keyinchalik sen haqingda nimalar gapirishmasin, o'zga sayyoralik degan ta'riflarni da yog'dirishmasin, men seni yoshligingda buvimiz qanday erkalagan bo'lsa shunday atayman. Leo. Dadangning soatiga bir qarab qo'ychi. Tungi soat 11 ga yaqinlashib qolibdi-ya. Qo'rqyapsanmi samolyotdan? Qo'rqma. Umring osmonda o'tib ketadi hali. Hozir uchayotganing chinakam osmonda ham, futbol maydonidagi majoziy osmonda ham. Deyarli har kuni samolyotga chiqasan. Qo'rqma, hozirdan o'rgan. Dadangning soatida agar yil, oy, kun ko'rsatayotgan bo'lsa, bugungi sanani, ya'ni 2000-yilning 17-sentyabrini unutmasliging turgan gap. Sen hozir bobolaring yurti bo'lmish Kataloniyaga ketyapsan. Bo'ying borasidagi g'alati kasalliging borligi aytilganida, River Plate klubi rahbarlari har oy $900 to'lashga qurbi yetmaganini eshitib, uydagilarning xafa bo'lib qolishgandi. Ko'ryapsanmi, Argentina jamoasining to'lay olmagani Ispaniya safariga sabab bo'lmoqda. Sen o'shanda ham ranjimaganding, tushunmaganding ochig'i. Osmon ko'm-ko'kmi, Leo? To'g'ri qilasan ko'p narsani o'ylamay. Nima bo'lsa bo'ldi deb ketayotganingni bilaman, esimda hanuz. Leo, hozir samolyot qo'nadi va otang bilan birgalikda Barselona klubi sport direktori Carles Reshak huzuriga yo'l olasizlar. U sizlarni darhol qabul qilmaydi. Otang oxirgi sigaretasini chekib diqqa nafas bo'ladi. Sen unga e'tibor berma. U Argentinaga qaytishni istamayotganidan yo sening futbolchi bo'lmay qolishingdan cho'chiyotgandan emas, azbaroy sening davolanishingni o'ylab, shu sigaretalarni tutatib tashlaydi. Aslida sen 13 yoshga kirib ko'p narsani bilib bo'lding. Sening futbolchi bo'lishingni uyingdagilardan faqat buving istagan. Hali har gol urganingda uni eslaysan. Gollaringni unga bag'ishlab ko'rsatkich barmog'ingni osmonga qadab nishonlaysan. Hozir o'zing samolyotda osmonda ketyapsan-u, buving ham yoningda uchib ketayotgandek tasavvurini yeng. Leo, Reshak yomon odam emas. Sizlarni kuttirib qo'yganiga yarasha, keyin sening jamoaga o'tishing uchun bor imkoniyatini ishga soladi. 3-oktyabr kuni klub direktorlari kengashini 3 ta narsaga ko'ndiradi. Oilang Yevropaga ko'chib keladi, davolanishingga ketadigan pullar to'lanadi va sen ertasigayoq klub akademiyasiga qabul qilinasan. U sening o'yiningga mahliyo bo'lib qoladi, ko'rasan. Barselona seni o'ziga rom etadi. Sen undagi muhitga juda tez ko'nikasan. O'rtoqlar orttirasan va bir necha yil o'tib sen bu diyorning farzandi ekaningni ham sezib qolasan. Ishonaver, hatto Argentina ham senga undan yaqin tuyulmaydi. Sen katalon tilida yozib qo'yilgan bir yozuvga uzoq tikilib qolasan hali. Unda klubdan da ustunroq deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ispaniyalik o'rtoqlaringdan biri senga bu yozuvni otasi aytgandek tushuntirib beradi. Bizning Barselona boshqa jamoalardan farq qiladi. Biz oilamiz. Senga oila degan so'z boshqacharoq eshitiladi. Lekin atrofga termilsang, hammasi do'sting aytganidek bir oila yashayotgandek qurilgan. Elas-elas eslaydiganing Newell's Old Boys jamoasi muhiti bilan taqqoslab ko'rasan-u, Argentinada, Rosarioda bunaqa ahil jamoani ko'rmaganingni tan olasan. 17 yoshingda Barselonaning yoshlar jamoasida ilk o'yiningni o'tkazasan. Bitta uchrashuvda 4 ta gol urib to'g'ri qilasan. Senga keyinchalik aslida do'sting bo'lmagan do'stlaring bekor qilding o'zingni ko'rsatib, hali seni himoyachilar sindirib qo'yishmasa edi deyishganida ishonma gaplariga. Senga Xudo kasallik bergani evaziga jarohatdan qutulib qolish uchun futbolchilarda kam uchraydigan jussa ham bergan. Sen boshqa fint egalariga o'xshab jarohat olsang-da juda tez tuzalib ketasan. Kutilgan muddatdan oldin qaytaverasan. Shuning uchun o'sha ilk uchrashuvingda qo'rqmasdan gollaringni qalashtirib tashlayver. Hozirdan ham o'zingni ko'rsatib qo'y. Leo, sening La Ligadagi ilk debyuting Espanyolga qarshi kechadi. Bilib qo'y, bu jamoa nomi bilan ham Ispaniya poytaxtidan Kataloniyaga qo'yilgan ayg'oqchilar klubi. Sen bu jamoani yaxshilab tanib ol. Har Kataloniya derbisida ularni qiynashing kerak. Dastlabki o'yiningda qiynalasan, gol ura olmaysan, lekin xotirjam bo'l. Hali hammasi oldinda. O'zi senga gol haqida ko'p gapirib yuborayotganimga e'tibor berma. Balki men hali o'ynab ketsam ham katta gap deb o'tirgandirsan samolyotda. Yo'q, sen issiqqina kofeni xo'plab meni eshitib ketaver. Gol degan so'z sening do'stingga aylanadi. Gol deganda seni tushunadigan bo'lishadi odamlar. Kofeni xotirjam ichayotganingdan sezyapmanki, gaplarimga ishonmayapsan. Mayli, o'zing bilasan. Qayerga kelgandim?
Ha, ilk golingga. Sen La Ligadagi debyut o'yiningni 2004-yilning oktyabrida o'tkazganingdan deyarli 1 yil o'tib, 2005-yilning 1-may kuni Albacete klubi darvozasiga yo'llaysan. Sen shu goling bilanoq rekord qayd etasan. Kataloniya klubining eng yosh gol urgan futbolchisiga aylanasan. Rekord degan so'zni tushunmayapsanmi? Leo, u sening ikkinchi o'rtog'ingga aylanadi. Katta bo'lganingda tushunib olasan, ichaver kofeni, ichaver. 2005-yili sen uchun unutilmas yil bo'lib qoladi. 10 yildan buyon sen o'ynayotgan jamoa Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga bora olmasdi. Poyqadaming yoqqandan kataloniyaliklar musobaqani yutib olishadi. Albatta turnirning final bahsi 2006-yilda o'tkazilgan. Jarohating tufayli finalni o'tkazib yuborasan. O'shanda bir chetda jimgina yig'lab turganing hamon esimda. Sen o'shanda ich-ichingdan o'ylaysanki, hali qachon yana shunaqa imkoniyat beriladi. Leo, finallardan zerikib ketishingni bilmaysan-da. Leo, yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatini yengib kelayotganingda ham sen Barselonani sog'inasan, ishonaver. G'alati tuyg'u. Ikkinchi vataning tug'ilgan diyoringdan ham o'tib ketsa, buni nima deb atashni da bilmay qolar ekansan. 2006-2007-yilgi mavsum o'sa boshlaysan. Bo'ying emas, o'yining. O'sha yil sen Barselonani nima uchun yaxshi ko'rishing kerakligini, bu yerdagilar nima uchun oila bo'lib yashashga majbur bo'lganliklarini tushunib yetasan. La Liganing bezagi bo'lmish El Clasico borligi uchun. Mavsumning eng shiddatli o'yiniga seni tayyorlash uchun Frank Rijkaard bir gap aytadi hali. Leo, bugun seni asosiy tarkibda tushiraman. O'ylaymanki, Madridni bir o'zing tinchitasan. Bu sehrli so'zlarni so'ylar ekan, Gallan juda jiddiy olmagandi. Sening hazilni ko'pda tushunmasliging shu yerda asqotadi. Bu gapni rost deb bilasan. Buyruq fe'lida qabul qilasan va 3-3 bilan tugagan o'yinda hat-trick yo'llaysan. O'sha kundan boshlab Messi mania degan so'z gazetalar sahifasini bezaydi. Leo, to'g'ri, gaplarimning davomini umuman tushuna olmayapsan. Axir o'zimi Argentinaga tuzalib qaytish rejasi bilan chiqib ketgan ota-bola kelajakning bu og'ir maktubini qabul qila olmaydi, turgan gap. Ammo sening xotirjam ketayotganing baribir menga yoqayapti. Hamisha yoqqan. Sen tabiatan shunaqasan. Boshqacha reaksiyani bilmaysan. Balkim o'ta hissiyotli bo'lsang, qayerdadir qoqilib qolarmiding? Yo'q, sen shu maktubni ham jimgina eshitib ketyapsan, qoyil. Esingda qolmagan buvingning ertaklarini tinglab boryapsan go'yo. Xullas, Leo, senga gol degan so'zni tushuntirib berdim-u, uning sen bilan sinonimga aylanib ketganini qabul qildira olmadim. Rekord degan yangi so'zni eshittirdim, biroq u ham sening mastaging ekani qorong'uligicha qolib ketdi. El Clasico haqida ham gapni boshladim, u yog'ini qanday tushuntirishni bilmayapman. Leo, sen Real va Barsa ishtirokidagi o'yinlarning bosh qahramoniga aylanib ketasan. Ayniqsa poytaxtdagi Santiago Bernabeu stadioni sening mashg'ulot o'tkazadigan o'yingohingga aylanadi. Yana qarab turibsan-a? Aytdim-ku, eshitib ketaver, sendan nima ketdi deb. Hozir asr endi boshlangan sanada sen samolyot ichida Kataloniya sari uchib ketyapsan-u, Parijda braziliyalik yulduz porlamoqda. Ronaldinho degan. U sening akangga aylanadi hali. Barselonaga kelganingda seni yaxshi qarshi oladi. Sen uning fintlariga mahliyo bo'lib qolasan. U sening ilk golingga assistent ham bo'ladi. Ammo tayyor tur, qismat aynan sen deb Ronaldinhoni Barselonadan ketkazib yuboradi. Yo'q, bu masalada sening zarracha aybing bo'lmaydi. Braziliyalik afsona o'ziga o'zi qiladi. Aytmoqchimanki, sen undan futboldagi sehrgarligini o'rgansang ham xarakterini aslo va aslo o'rganma. Hayotiga taqlid qilma, senga yarashmaydi va sen u hayotni eplay olmaysan ham. Leo, 2007-yilning eng yaxshi futbolchilari ichida 3 talikda turganingda rosa hayajonlanasan, aytib qo'yay. Chunki oltin to'pni boshqa odam olayotgan bo'lsa-da, sen uning yonginasida turish baxtiga muyassar bo'lganingni futbolning eng katta mukofoti deb bilasan. Lekin senga hayajonlanmaslikni, xuddi hozir kofeni ichayotganing kabi e'tiborsiz turishingni tavsiya etaman. Zotan sen shu oltin to'pni olaverib zerikib ham ketasan. Kelajakda tug'iladigan o'g'illaringga o'yinchoq olib kelgandek olaverasan. Sen yaxshisi o'sha ilk taklif qilingan marosimingda oltin to'pni olib turgan yigitga emas, uning yonida bu natijadan noroziroq turgan bo'ydor yigitga e'tibor ber ko'proq. U Kataloniya safaridagi eng asosiy raqibing bo'ladi. Uning Angliyada yurganidan xomtama bo'lma. U hali sening yoniga kelib oladi. Iqtidorini soat sayin o'stiradi va sening bir zum bo'lsa to'xtashingga yo'l qo'ymaydi. Seni Xudo shu yigit bilan kurash maydoniga olib chiqadi. Ishonaver, agar u shu davrda sen bilan yelkama-yelka kurashmaganida akangga aylangan Ronaldinhoga o'xshab aro yo'lda to'xtab qolardi. U seni tinmasdan gollar urishga taklif etaveradi. Bir necha marta yiqilsa ham kurashga to'ymaydi. Xafa bo'lmagin-u, uning qarshiligiga har doim ham turib bera olmaysan. 2007-yili ilk bora seni taklif qilishgan saroyga 10 yil davomida qatnaysan desam qo'rqib ketma. Kofe tugadimi? Tikilib qolding. Bo'ldi, aytayapman-ku, xuddi ertaga eshitgandek ketaver, bo'ldi.
Leo, o'ylab qarasam bu maktubni shu zaylda davom ettirsam umuman ishonmay qolar ekansan. Yaxshisi senga tez-tez bo'ladigan voqealarni sanab o'tay. Sen Pele degan o'yinchining mingdan ko'p gol urganini eshitgansan, ammo o'zing ham unga yaqinlashishni hech o'ylab ko'rganmisan? Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Bu gapni ko'tara olmasligingni bilardim o'zim. Boshqa narsani aytaman yaxshisi. Sening Barselonadagi yutuqlaring qo'rqinchli darajaga chiqib ketsa-da, odamlar tug'ilgan maskaning libosida shunga yarasha natijalar ko'rishmaganidan yoshligingda otang rosa maqtagani Maradona bilan qiyoslanishing mushkullashadi. Yoshlar o'rtasidagi mundial chempionligi bilan Olimpiadadagi g'oliblik nima bo'ladi demoqchimisan? Buni eslamaydilar ham. Sendan milliy terma jamoa tarkibida kattaroq natija so'raydilar. Juda og'ir kunlar bo'ladi. Penaltilar qurboni bo'lasan, mundialda yengilasan. Hozir uchib ketayotganing Kataloniyaga borib klubing libosini kiya turib, unga Argentinadagi muvaffaqiyatsizliklar sababidan ko'zingga kelgan yoshni artasan. Alam qiladi. Bir kam dunyomi deysan? Yo'q, Leo, sen tafa bo'lishi mumkin edi. Undan ko'ra sen samolyotdan tashqariga qara. Rosa ko'p yulduzlar ko'rinyaptimi? Ular seni qurshab turishdi, to'g'rimi? Hada, ular sen ham bir kuni yulduz bo'lishingni bilardilar. Kulib, qo'l siltab turishganining sababi ham shu. Biz bilan qol deyishyapti ular. Sen ularga ayt, yulduzlar, men sizni yotgan shaharni tanishing turgan gap. U sening ikkinchi vataning axir. Leo, oxirgi gapimni eslab qol. Haligi birinchi o'yiningda asli do'st bo'lmagan do'stlaringning gapiga ishonib yurma tag'in. 4 ta golni xotirjam uraver. Hech kim seni sindira olmaydi, gapiraverishadi. Mana shunday ajoyib nuqtada siz azizlar bilan xayrlashamiz. Nasib qilsa keyingi dasturlarimiz orqali boshqa buyuk klublar tarixiga ham nazar tashlaymiz. Ularning o'tmishi va bugunini bog'lab turuvchi nuqtalarni topishga urinib ko'ramiz. Hozircha xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling.